Assalomu alaykum hurmatli talabalar va tinglovchilar. Men Abu Ali bin Sulton nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti traumatologiya va neyroxirurgiya kafedrasi assistenti, tibbiyot bo'yicha falsafa fanlari doktori Mirzobod Farjon Xalinchi bo'laman. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan muhokama qiladigan mavzuyimiz bu tizza bo'g'imi shikastlanishlari, ya'ni tayanch harakat sistemasida uchraydigan kasalliklar ichida o'z o'rni bo'lgan, juda ko'p va tez uchrab turadigan tizza bo'g'imi shikastlanishlari mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Tizza bo'g'imi shikastlanishlarini o'rganishdan oldin qisqacha anatomiyasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tizza bo'g'imini hosil qilishda ishtirok etadi son suyagining distal qismi, tizza usti qopqog'i, katta boldir proksimal qismi, xususiy bo'ylam, tashqi yon bo'ylam, ichki yon bo'ylam, old va orqa xochsimon bo'ylamlar va menisklar ishtirok etadi. Mana tizza qopqog'i, patella va oldingi xochsimon bo'ylam, orqa xochsimon bo'ylam, medial menisk, lateral menisk, tashqi yon bo'ylam, ichki yon bo'ylam va tizza qopqog'ini o'ziga biriktirib kelib boldir tuberosiz tibiaga kelib birikadigan xususiy bo'ylamlardan tashkil topgan. Mana shu qismlarning jarohatlanishi tizza bo'g'imi shikastlanishlariga kiradi. Tizza bo'g'imi shikastlari nimalar? Menisk jarohatlari, tizza qopqog'i sinishlari, yon bo'ylamlar jarohatlari, xochsimon bo'ylamlar jarohatlari, post-travmatik sinovitlar, boldir suyaklari chiqishi, tizza qopqog'i chiqishi, son suyagi dengliklarning sinishi, katta boldir suyagi dengliklarining sinishi, kichik boldir boshchasining sinishi va hokazolar misol bo'lishi mumkin. Tizza bo'g'imi shikastlarida asosiy klinik belgi bu gemartroz, ya'ni tizza bo'g'im bo'shlig'iga qonning yig'ilishi. Sabablar bo'g'im ichi sinishlari, bo'g'im yumshoq to'qimalarining jarohatlanishi, ya'ni bo'g'im xaltasi ichida joylashgan komponentlarning jarohatlanishi natijasida qon quyiladi. Qon bo'shliqqa quyilganligi sababli, ya'ni tizza bo'g'imi bo'shliqqa quyilganligi sababli o'sha yerda bo'shliqda qon yig'iladi. Bu gemartroz deb yuritiladi. Gemartroz diagnostikasi bo'g'im sohasida og'riq bo'ladi, shish va konturlar tekislashishi, bo'g'im bo'shliqlari bo'rtib chiqishi, tizza qopqog'i qalqish simptomining musbatligi, suyak sinishlari tasdiqlash uchun rentgenografiya qilishimiz mumkin. Suyak sinishlari sinib siljimagan holatda bo'ladigan bo'lsa, rentgenografiya bizga yaxshi ma'lumot bermaydigan bo'lsa agar MRT, MCT yoki UZI tekshirish usullaridan foydalanishimiz mumkin. Mana e'tibor beradigan bo'lsak agar, mana bu yerda ko'rsatilgan tizza bo'g'imini hosil qiluvchi komponentlar jarohatlanganda qon quyilgan paytda mana bo'shliqqa qay darajada qon yig'iladi va biza diagnostika va davolash maqsadida bo'shliqqa yig'ilgan qonni punksiya qilishimiz mumkin quyidagi ko'rinishda. Punksiya qilish nuqtalarimiz 4 ta nuqtadan tashkil topgan. Bu tashqi, yuqori va pastki, ichki, yuqori va pastki. Ko'pincha yuqori nuqtalardan tizza bo'g'imi yozilgan holatda punksiya qilinadi. Ya'ni tizza qopqog'ini chegaralab olinadi. Tizza qopqog'idan yuqoriroqda tizza bo'g'im bo'shlig'i, ya'ni yuqori bo'shliqqa tushish uchun punksiya qilinadi. Qon yig'ilgan paytda asosan yuqori bo'shliqqa yig'iladi. Tizza qopqog'i sinishi barcha sinishlarning 1-2% tashkil qiladi. Aksariyat hollarda bevosita ta'sir natijasida yuzaga keladi. Simptomlari shish, gemartroz, siniq bo'laklari orasidagi chuqurlik, tizza bo'g'imida yozish harakatlarining chegaralanishi kuzatilishi mumkin. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, quyidagi klinik belgilarni ko'rishimiz mumkin. Tizza qopqog'i jarohatlangan paytda quyidagi xil shakllarda sinishi mumkin. Ya'ni siljishsiz, sinib siljimagan holatda, ko'ndalang sinib siljigan holatda, qirralar sinishi, ko'p bo'lakli sinib siljish, ko'p bo'lakli sinib siljish. Bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, ko'p bo'lakli sinib suyak bo'laklarida qoniqarli turishi, bo'ylamasiga sinib siljish va suyak tog'ay jarohati, ya'ni suyakning tog'ay qismining jarohati kuzatilishi mumkin.
Tizza qopqog'i sinishlarida Dreyer testi olib boriladi. Tizza qopqog'i yuqori qirrasidan 4 boshli mushak payining uzilishi aniqlanadi. Aniqlashda ishlatiladi. Test olib borish tartibi: bemor orqasiga yotgan holatda tizza bo'g'imini yozib, oyog'ini ko'tarish so'raladi. Agar bemor bu mashqni bajara olmasa, shifokor 4 boshli mushak payini ushlagan holatda bemordan yana oyog'ini ko'tarish so'raydi. Baholash: shifokor mushak payini fiksatsiya qilgandan keyin bemor oyog'ini ko'tara olsa, demak bu 4 boshli mushak payi jarohati yoki tizza qopqog'i eskirgan sinishidan dalolat beradi. Mana Dreyer testini olib borish tartibi. Tizza qopqog'ining ko'ndalang sinishlarini rentgenologik belgisi. Tizza qopqog'ining bo'ylama sinishining rentgenologik belgisi. Klassifikatsiyasi A bo'yicha oladigan bo'lsak, bo'ylama sinishlar: bo'ylama suyak bo'laklari siljimagan, bo'ylama suyak bo'laklari siljigan, bo'ylama qo'shimcha suyak bo'lagi bilan, ko'ndalang sinish: bo'g'imdan tashqari qirralar uzilishi, yuqori qirra 5 mm dan kichik, pastki qirra 15 mm dan kichik. B2 oddiy ko'ndalang sinish, B3 ko'ndalang qo'shimcha suyak bo'lagi bilan yoki 2 karra ko'ndalang sinishlar. C guruhga bo'ladigan bo'lsa, ko'p bo'lakli sinishlar: suyak bo'laklari siljimagan holatda, suyak bo'laklari siljigan, kombinirlangan sinishlarga bo'linadi. Davolash: konservativ davolashimiz mumkin. Bunda nimalar qilinadi? Gemartroz holatda bo'g'im funksiyasi va gipsli bog'lan 4 haftagacha reabilitatsiya. Nima uchun? Gemartroz holatini biz punksiya qilib bartaraf etganimizdan keyin agar tizza bo'g'ini fiksatsiya qilmaydigan bo'lsak, harakat davomida jarohatlangan sohadan yana qayta qon quyilish va yana qaytadan gemartroz holati kelishi mumkin. O'sha uchun gemartroz bartaraf qilganimizdan keyin bizga gipsli bog'lan qo'yish shart. A2 va A3 klassifikatsiya turlarida teri orqali fiksatsiya, kisetli choklar qilishimiz mumkin. B1, C3 ochiq osteosintez, Weber bo'yicha yoki vintlar yordamida osteosintez, ya'ni suyak bo'laklari siljigan yoki ko'p bo'lakli siljigan holatlarda ochiq usulda Weber yordamida provolka simlar yoki vintlar yordamida osteosintez amaliyotini olib borishimiz mumkin. Xirurgik amaliyot: suyak bo'laklari 3 mm dan masofaga ko'p siljiganda yoki bo'g'im yuzasiga zinasimon deformatsiya bo'lgan holatlarda amalga oshiriladi degan ma'lumotlar keltirilgan. Immobilizatsiya muddati 4-6 hafta, shundan keyin tizza bo'g'imni ishlatish mumkin. Mana bu yoqda vintlar yordamida osteosintez amaliyoti oshirilgandan keyin rentgenologik ko'rinishi. Weber bo'yicha osteosintez qilish, rentgenologik ko'rinishi. Menisklar. Menisk jarohatlarini barchamiz eshitganmiz, barchamiz bilamiz. Bular ikki xil menisk bo'ladi bizda. Medial va lateral menisklarimiz bo'ladi. Menisklar vazifasi katta boldir suyak yuzasini sonni yuzasiga moslashtirib berish, amortizatsiya, harakat faoliyatini yaxshilash va hokazolardan iborat. Menisklar jarohati ko'pincha lateral meniskga nisbatan medial menisklar jarohati ko'proq uchraydi. Menisk funksiyalariga yana bir to'xtaladigan bo'lsak, tog'ay oziqlanishi va moylanishda ishtirok etadi. Bufer vazifasini bajaradi, ta'sir va zarbalarni yumshatadi, bo'g'im yuzalarini aloqa maydonini oshiradi, stabillashtiruvchi funksiyani bajaradi va bo'g'im harakat mexanizmini nazorat qilishda ishtirok etadi. Tizza bo'g'imi jarohatlari orasida birinchi o'rinda turadi bu menisk jarohatlari 77% gacha. Medial menisk jarohati lateralga nisbatan 5 marotaba ko'p uchraydi. Menisk jarohatlari bo'ylama, old shoxi, orqa shoxi, losbutli, radial yoki ruchka leki tipida jarohatlar kuzatilishi mumkin. Jarohat mexanizmi tizza bo'g'imi bukilishi va yozilishi harakatida menisklar bo'g'im yuzalari orasida siqilishi, asosan ushbu harakatlar boldir rotatsion harakati bilan birgalikda kelgan paytda kuzatilishi mumkin. Mana bo'ylama jarohat, radial jarohat, bo'ylama qiyshiq jarohat, mana ruchka leki tipidagi gorizontal jarohat,
kompleks degenerativ, bu ko'pincha yoshi katta bemorlarda uchraydi. Va diskoidli menisk, bu tug'ma shunday menisklar uchrashi mumkin. Klinikasi va diagnostikasi. Klinikasida barcha zararlanishda bo'lgan kabi og'riq, shish bo'ladi. Biza klinik tashxisda asoslash maqsadida MRT tekshiruvidan foydalanamiz. MCT emas, rentgen emas. Sabab MCT va rentgenda bizda yumshoq to'qimalar yaxshi ko'rinmaydi. MRT tekshiruvida biza menisklar holatini baholashimiz mumkin. Bu yoqda klinik simptomlarni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, bo'g'imni bloklanish simptomi. To'satdan paydo bo'ladigan og'riq va bo'g'im harakatining keskin cheklanishi bilan xarakterlanadigan jarohatlarda, menisklar jarohatlanishida kuzatiladigan simptom hisoblanadi. Bo'g'im yorug'i palpatsiyasida og'riqning bo'lishi. Turner simptomi, bo'g'im ichki yuzasi sezuvchanligining buzilishi. Baykov simptomi 93% holatlarda bizda tashxis qo'yishga yordam beradi. Bunda bemor yotgan holatda tizza bo'g'imi bukladi va bosh barmoq bilan bo'g'im yorug'i ichki yon bo'ylam chegarasi bo'ylab medial menisk jarohatida yoki tashqi yon bo'ylam lateral menisk jarohatida bosiladi. Bu vaqtda bemor og'riq sezmaydi, lekin bosh barmoq bilan bosib turib bo'g'im sekin yozilgan paytda bemorda og'riq paydo bo'lishi bu Baykov simptomi deb yuritiladi. Lant simptomi, qo'l panja simptomi ham deyiladi. 63% holatlarda informativ hisoblanadi. Bo'g'imni yozish harakati chegaralanadi va bo'g'imni yozgan paytda normada bo'g'im ostiga qo'l sig'masligi. Bunday holatlarda bo'g'im to'liq yozilmaydi va tizza osti sohasiga panjangizni qo'yadigan bo'lsak, bir panja sig'adigan tartibda joy bo'ladi. Bu lant simptomi deyiladi. Perelman simptomi 45% holatlarda informativ hisoblanadi. Zinadan tushish paytida bo'g'imda og'riq paydo bo'lishi bu quyidagicha izohlanadi. Zinadan tushish uchun tizza bo'g'imi to'liq yozilishi kerak. To'liq yozilish esa og'riq chaqiradi. Bu xat simptomi boldir virusli holatga keltirilganda og'riq paydo bo'lishi. Chaklin simptomi bemor yotgan holatda aniqlanadi. Bemorga tizzasini yozgan holatda oyog'ini ko'tarish buyuriladi va qo'l bilan oyoq ko'tarilishiga qisman qarshilik ko'rsatiladi. Bunda 4 boshli mushak yassilangan ichki boshi yonida tikuvchi mushaklar ko'rinadi. Teri osti yog' qavati rivojlangan odamlarda simptom kam aniqlanadi. Steinman simptomi boldir tashqi rotatsiyasi paytida og'riq paydo bo'lishi yoki kuchayishi bilan izohlanadi. Turkcha o'tirish simptomi. Bunda 51% holatlarda informativ hisoblanadi. Bunda o'tirishda tizza bo'g'imi bukilgan, yaqinlashtirilgan va ichki rotatsiya holatida bo'ladi. Shu sababli medial menisk orqa shoxi va bo'ylama jarohatlarida bemor bu usulda o'tira olmaydi, ya'ni og'riq beradi. Bragat simptomi. Bunda 90-120 gradus burchak ostida tizza bo'g'imni bukkanda kuzatiladi. Bunda medial menisk orqa shox sohasida og'riq seziladi, ayniqsa boldir tashqi rotatsiyasi paytida. Vityugov simptomi. Aritmik yurish biroz oqsoqlanish bilan ifodalanadi. Ko'pincha sog'lom oyoqqa urg'u beriladi. Yaqinda o'tkazilgan blokadadan keyin mushaklar tormozi kuzatiladi. Tizza bo'g'imidagi harakat asta-sekin bajarilsa, harakat amplitudasi to'liq bo'ladi. Agarda sekin harakat paytida tez passiv yozuvchi harakat bajarilsa, mushaklar keskin qisqarish va harakatni tormozlash holati kuzatilishi mumkin. Benner simptomi orqaga yurish paytida bo'g'im sohasida og'riqning paydo bo'lishi. Shunday qilib ko'pchilik simptomlar og'riqni aniqlash maqsadida palpatsiya paytida jarohatlangan meniskga bosim berish, abduksiya, tashqi va ichki rotatsiya harakatlarini bajarish orqali zararlangan meniskni ta'sirlashga asoslangan. MRT parametrlariga asoslangan holatda Stoller bo'yicha jarohatlangan menisklar klassifikatsiyasi bu 4 darajaga bo'linadi. Uziy diagnostikasida bizda gemartroz yoki tizza bo'g'imida yig'ilgan suyuqlikning hajmini aniqlashimiz mumkin. Diagnostika va davolash maqsadida biz artroskopiya usulidan foydalanishimiz mumkin.
MRT tekshiruvi, UZI tekshiruvi, klinik simptomlar bizlarga 80-90% gacha informatsiya beradi. Bizga 100% lik informatsiya olishimiz uchun artroskopiya usulidan foydalanamiz. Ya'ni diagnostik artroskopiya va bir paytning o'zida davolash ham olib borishimiz mumkin. Bunda bemorda ikkita dostуп orqali port va instrumentlar kirgiziladi va videokamera orqali menisk holatlari aniqlanadi. Agar menisk jarohatlari kuzatiladigan bo'lsa agar yoki qisman meniskektomiya yoki menisk tikish amaliyotlari birgalikda amalga oshiriladi. MRT dan foydalangan paytimizda mana bizda quyidagi simptomlarni ko'rishimiz mumkin. Bo'ylam jarohatlari, bu yoqda mana menisk jarohatlarini ko'rishimiz mumkin. Mana menisk jarohati, losgutli menisk jarohati. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana pendalan kesimda MRTda mana meniskimiz uchburchak qora shaklda bo'lishi kerak. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yoqda qora shakl yo'q bo'ladi. Ya'ni artroskopiya qilgan paytimizda menisk jarohati aniqlanadi. Mana bu yoqda ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, menisk jarohati mana sog'lom menisk tomon uchburchak qop-qora shaklda, ya'ni bu oldingi pendalan kesimda ko'rilgan paytda jarohatlangan menisk mana bu holatda ifodalanadi. Pendalan kesimda yon tomondan kesimlar ko'rgan paytimizda MRTda mana old shoxi sog'lom, mana uchburchak shaklda va orqa shoxida e'tibor beradigan bo'lsak, mana jarohat izlarini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda qaysi sathda ko'rayotganimizni ko'rsatib berdi. Mana menisk jarohatlarini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yoqda ham menisk jarohatlarini ko'rishimiz mumkin. Asosiy tekshirish usullarimizdan biri bu menisk jarohatlari hisoblanadi. MRT tekshiruvi hisoblanadi. Osteoartroz fonida medial menisk ekstruziyasi, ya'ni osteoartroz fonida bo'g'im yorug'i to'raygan, suyaklar bir-biriga yaqinlashganligi sababli menisk tashqi tomonga chiqib qoladi. Bunda bemorda kuchli og'riq va harakat turlari cheklanishi kuzatilishi mumkin. Konservativ davo o'tkir davrda tizza bo'g'imi blokadasi paytida mahalliy og'riqsizlantirish ostida menisklarni o'rniga solishimiz mumkin. Gemartroz fonida punksiya qilishimiz mumkin. Medikamentoz davo yallig'lanishga qarshi mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydigan preparatlar berishimiz mumkin va tizza bo'g'imi harakatsizligini ta'minlash maqsadida gipsli bog'lam yoki shinalardan foydalanishimiz mumkin. Fizioterapevtik muolajalardan ham foydalanishimiz mumkin konservativ davo maqsadida. Operativ davo bu artrotomiya va meniskektomiya, artroskopik meniskektomiya va artroskopik menisklarni tikish turlariga bo'linadi. Bular haqida biz qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Xochsimon bo'ylamlar jarohati. Xochsimon bo'ylamlar bizda ikki xil xochsimon bo'ylam bo'ladi. Oldingi va orqa xochsimon bo'ylamlar. Bular tizza bo'g'imini muvozanatini ta'minlash maqsadida ishlaydi. Xochsimon bo'ylamlar jarohati diagnostikasida biz artroskopik diagnostika qilishimiz mumkin yoki birinchi navbatda bemorlarni klinik ko'zdan kechiramiz. Bunda bemorlarda og'riq, shish, harakat turlarining cheklanishi va yurgan paytda oyoqning muvozanatining bo'lmasligi kuzatilishi mumkin. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak agar pivot shift testi va Laxm testlarini ko'rishimiz mumkin. Mana som suyagidan bitta qo'l bilan, boldir suyagidan bitta qo'l bilan ushlab harakatlantirgan paytda tizza bo'g'imi suyaklarni bir-biriga tomon ishqalanib harakatlanishini ko'rishimiz mumkin. Davolashda jarohatlanish, qisman jarohatlanish bo'ladigan bo'lsa, biz bo'g'imlarni punksiya qilamiz, shinalar, gipsli bog'lamlar qo'yib, fizioterapevtik muolajalar va medikamentoz davo natijasida konservativ davolashimiz mumkin. To'liq uzilishlar paytida operativ davolanadi. Operativ davo usullari ham bir necha turga bo'linadi. Hozirgi kunda keng tarqalganlardan biri bu autoplastika, ya'ni bemorning o'zidan pay olib, yangi pay yasab, suyaklardan o'tkazish orqali yangi oldingi xochsimon bo'ylam yasaladi artroskopik usulda. Bungacha bo'lgan davrda lafsanoplastika qilingan, ya'ni xochsimon bo'ylam o'rniga lafsan
tolalari qo'yilgan, lekin lafsan tolalarning elastikligi, payda elastikligidan farq qilganligi sababli bemorlarda ikkilamchi asoratlar kuzatilgan. Hozirgi kunda eng optimal va yaxshi natija beradigan usullardan biri bu autoplastika usuli. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan tushuntirib ko'rib chiqqan kasalliklarimiz bular tizza bo'g'imi kasalliklari orasida eng ko'p uchraydiganlari. Bundan tashqari yon bo'ylamlar jarohatlari, xususiy bo'ylamlar jarohatlari va bo'g'imlarni lat yeyishi va hokazo kasalliklar ham juda ko'p. Ular haqida keyingi mavzularda yana to'xtalib o'tamiz. Asosiy bugungi ko'rib chiqadigan mavzumizning tematikasi shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.